yurolmayman. Nimaga yurolmaysiz? Xudo xolasa siz yurasiz. Yurolmayman çünkü belim kasar. Belingiz kasal. Siz hozir qayerdan keldingiz mana bu? Men Tumendan kelganman. Tumendan? Onam tasab kattı. Tasab keldim. Hayronman ki onam desem hayatta kelganman. Onam desem dadam qolayapti, dadam desem onam qolayapti, charchab ketdim hayotdan. Akalar, mana shu sinimiz Tumen shahridan keldi. Bu sinimiz onalari olib kelish kerak edi, lekin onalari og'ir ahvolda больницада yotibdi hozir. Operatsiya bo'lish kerak. 2 kundan keyin qari mana inalari olib kelibdi. Assalomu alaykum xolajon. Xolajon, siz necha yoshdasiz? Men 67 yoshdaman. Men shu qizchaning buvisi bo'laman. Nimaga onasi olib kelmadi? Buni onasi og'ir kasal. 2 kundan keyin 14-kun operatsiya bo'ladi. Shundan ham men buni o'zim olib keldim. Tumendan olib keldingiz? Biz Tumendan keldik. Ne operatsiya qilish kerak shu operatsiyasiga. 1.750.000 ta pul degan. O'sha pulni biz topolmayapmiz operatsiya qilishga. Shu qiz operatsiyasi uchun birodarlar, yurtdoshlar yordam beringlar. Iltimos qilaman hammalaringdan. İltimos menga yordam beringlar. Men ham yurib ketay. Ota-onam havasimni ko'rsin. Men ham yurishni xohlayman. Men dengilar hammasi yurib ketyapti. Siz necha yoshdasiz? Men Akalar, qaranglar, 19 yoshda sinimiz yura olmaydi. Nahotki siz bilan biz yordam bera olmasak, operatsiya bo'lish kerak. Mana sinimiz yurib ketish uchun yordam beraylik. Bir dona qiz. Ota-onasini boshqa farzandi yo'q, bitta qiz. Qaranglar, ko'z yoshlarini. ota-onam meni xizmatimni qiladi. Men ham ota-onamni xizmatini qilishga xohlayman. Akalar, duo qilinglar. Sinimiz yurib ketsin, ota-onasini xizmatini qilsin. Yaxshi kunlarga xizmat qilaylik. Har birlaringdan iltimos qilaman, duo qilinglar, shu videoni tarqatinglar, tanish bilishlaringga. Zo'r aka bir imkoniyati bor, aka opa singillarimiz bo'lsa yordam bersa, qaranglar. Hamma joylari hozir endi qiz bola ko'rsata olmaymiz, hamma joy plasmasda. Agar kimdir qo'lidan kelsa, yordam beringlar. Biz hammadan iltimos qilmaymiz, imkoniyati bor odamlar. 50 rublmi, 100 rublmi kim qancha topsa, mana shu ekrandagi telefon nomerda mana shu buvalarni Sberbank kartalari bor, Tojikiston nomerida onalarining Dushan visit kartalari bor. Qizingiz ismi nima? Nima chiqadi Dushan visitdan? Abdurahimova Feruza. Abdurahimova Feruza. Dushan visitdan? Rahimjonon. Mana shu onaxonimizning telefon nomerlarini aytaman, shu nomerda Sberbank karta bor. 8961 214 98 98 Sberbank karta bor. Mana bu ikkinchi Tojikiston nomerida Dushan City kartasi bor. Bu qizchaning o'zini onasini kartasi. Alloh yo'lida savob uchun kimdir yordam bermasa, Tojikistonlik akalarimiz, O'zbekiston, Qirg'iziston kim qayerdan bo'lsa ham haqlariga duo qilinglar. Xudo xolasa operatsiya bo'ladi. 1.700.000 rubl pul so'ragan operatsiya uchun, lekin bular topib bera olmaydi.